aka bizni kanalimizda ko'rib borayotganlar hozir bizni jitkaboy suyuq gul qog'ozlar deyiladi o'zbek tilida tarjima qilsak. Hozir mana shu holatga keltirish uchun biz hozir mana kilitni tayyorlab, kiliga gul qog'ozni ko'zni solamiz. Solamiz shuni. Solamiz. Uni aralashtiramiz kili bilan. Kilida juda yaxshi aralashtirish kerak, chunki bitta joyga kili ikkinchi joyga bo'lmasa bir kun kelib u devorga surtilgandan keyin qo'yib yuborishi mumkin. Bu narsani yaxshi tomoni shundaki o'zimizda hamma joyga xonadonlarimiz gazlashtirilmagan, sovuq, isitish qiyin. Bu xonada gul qog'oz qilingan xonada oddiy elektr pechlar orqali tezroq qiziydi, issiqlikni chiqarib olmaydi. Shu tomonlari juda qulay kelyapti.